589 hadis Ana Abi Hurayrata. Abu Hurayra xabarda qala jaa rajulun ila nabiy sallallohu alayhi va sallam. Bir vaqt bir kishi payg'ambarimiz yoniga keladi. Faqal inna fulanan yusalli bil-layl fa iza asbaha saraqa. Shunday kishi tunlarin namoz o'qiydi. Lekin shunga da o'zi tunlarin namoz o'qiydi. Bizlar buncha aytib aytadilar. O'zi tunlarin namoz o'qiydi. Erta bilan turg'ach narsa ishlaydi. Urli. Erta bilan turg'ach urli. Qala innahu sayanhahu ma yaqul. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi, shunniqtadi. Onun namozda aytgan so'zlari ani bu amaldan tiyashaq. Ya'ni onun shu tunda o'qigan namozlari kelajakda ani bu nashar gunohli amalidan tiyashaq. Shunga ko'ra qo'y bir kishilar aytdilar, "Mana men namozga bosar edim, lekin gunohlar qilam shulday." Gunohlar qilgaч bit namoz o'qib bo'lmaydi. Yo'q, kirisincha. Mana sen namozga bos, shu vaqtda shu namoz seni gunohlardan tiyashaq. Shu namozga bosgan sababli, namozlar o'qigan sababli Allah subhanahu wa taala shu gunohlarni qoldirga seni jinglaytishak. Ya endi boshqacha aytadilar, endi aytadilar, nechik endi shulay bo'la oldi? O'zi namoz o'qiy, o'zi gunohlar qiladi. O'zi namoz o'qiy, o'zi gunohlar qiladi. Bu hadisda kelgancha, onun shu namozi orqasida u kelajakda shu gunohlarini qoldirashaq. U kelajakda shu gunohlarini qoldirashaq. Shunga ko'ra ikki kishi, birsi gunoh qila, namoz o'qimay. Birsi gunoh qila, namoz o'qiy. Qaysi yaxshiroq? Qaysi yaxshiroq? Ularning ikkisining orasi ko'k bilan yerlar shekilli. Ko'k bilan yerlar shekilli. Tegisi gunoh qila, hali shunga ustab namoz o'qimay. Eng zo'r gunohlarning birisini qila ustab shunga endi namoz o'qimay, namozini qoldira. Bu zo'r gunohlarning birisi. Hatto qo'y bir qo'yimlar deydi, namozni qoldiruv u kufrlik deylar. Ikkinchisi gunoh qila, ham namoz o'qiy, namozlarni tavba ayta, Allohdan yordam so'ray, Allohga g'afur etina, ham shu namozni ani shu gunohlarni qoldiranga bo'lishar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Shunniqtadi Alloh aytadi. Namozday pishroq amallardan, ham endi fahishlikdan, gunohlardan saqlay, gunohlardan tiya. Lekin biz boshqa hadislarda aytdik, nindi namoz gunohlardan tiya dedik. Nindi namoz gunohlardan tiya, ha? Nindi namoz gunohlardan tiya. Nishik? Nishik? Ha, nishik? Ha? Nindi namoz gunohlardan tiya. Vaqtida tiyishincha barliq arkanlarini, vajibatlarini, sunnatlarini o'tab, payg'ambarimiz o'qigan shekilda o'qigan namoz fahishlikdan, jim pishroq amallardan tiya dedik. Allohu a'lam.